Ertalabdan qaynonam telefon qilib 300 ta tok o'rab qo'ying dedilar. O'zi 11 da zo'rg'a turgan bo'lsam, qachon o'rab bo'laman deb turkiyalik futbolchilarning retsepti asosida 30 minutda osongina tok dolmani tayyorlab tashladim. Men dolmani qiymasiga xuddi shunaqa nachinka tayyorlayman, mazasi juda ham zo'r chiqadi. Anchadan beri ishlatilmasdan podvalda yotgan razmeri 20 ga 30 shishali gaz listimmi? Qaysi tozalash vositasi yordamida chirklarni oson ketkazganimni kommentariyaga yozib ketinglar, qolganlar ham bilib olishsin. Qaynoqqina suvda sho'lpayib tushgan uzum barglarini shishali idishimga xuddi shu tartibda chetlariga chiqarib terib, ichiga qiymani yarmini solib, yana bir qator uzum bargidan terib, qiymani qolganini ham ustiga terdim. Chetida sho'lpayib osilib turgan barglarni ham ichkariga yopib, ustidan yana bir qator barg terib, yarim litr suvga tuz va tomat solib yaxshilab aralashtirib, pirogli dolmamizdan quyib yubordim. Shu bilan duxovkada yarim soatdan oshiq vaqtda 200 gradusda xil-xil bo'lib pishib chiqqan pirogli dolmamni ko'rishingiz mumkin. Mazasiga ishoninglar gap bo'lishi mumkin emas, oralari ham yumshoqqina pishgan va quruq bo'lib qolmagan. Parhez qilayotgan insonlar uchun ham aynan shu usulda tayyorlab yeb ko'rishingizni tavsiya qilaman, chunki yog'da qovurilmagan. Xohlasangiz like bosing yoki obuna bo'ling, ikkalasi ham bepul.